Ko'rinishingizdan ziyoli qizga o'xshaysiz. Lekin Nima lekin? Anjomlarni dezinfeksiya qilib ishlatarmiding? Ha, Ma'mur opa. Ko'rsam bo'ladimi? Rostdan ham salonda yuqtirdingmi? Oyi, nima siz ham ishonmayapsizmi? Sen o'ks bilan kasallangansan. Qayerdan yuqtirding bu baloni? Oy, nima deganingiz bo'lishi mumkin emas. Biz bir xonali uy oldik. Nilufar o'sha yerda yashaydi. Meni Nilufardan boshqa yana 2ta bolam bor. Ularni ham o'ylashim kerak. Tirnog'imni to'g'rilab qo'ying demoqchi edim. Qani? Sochim kelyapti o'shanga chetlarini. Chiroyli qilib. Hozir. Uzr, men shoshib ozgina. Ha, bo'ldi, hop. Qani qo'lingizni qo'ying. Ay. Nima qildingiz? Voy, hech qisi yo'q. Nima unaqa qo'pol ishlayapsiz? Yo'q, o'zi tez qilganda shunaqa bo'ladi-yu, singlim. Unaqa ko'p qon chiqmadi-yu. Keling, anaqa artib qo'yingmi paxta bilan? Maska to'g'risini aytaymi? Menga umuman ishingiz yoqqani yo'q. Lekin mayli, men pulingizni beraman. Bundan keyin bunaqa qo'pol ishlamang. Qiz shoshayotganligi sababli boradigan joyim bor, tezroq bitira qoling deydi. Shunday qilib, ana shu qon chiqqan natijasida qizga infeksiya yuqib bo'lgan bo'ladi, afsuski. Ertalaridan kunni boshlaridan boshlab qizda isitma, harorat ko'tarilishi kuzatila beradi. Ammo uni hech kim sezmaydi. Qaydanga sovuq suv ichgandan tomog'i og'rigan degan xulosa bilan oyisi ham beparvo bo'ladi. Qiz ham o'zida bo'layotgan isitmaga, kechinmaga hech ham tushunib yeta olmaydi. Necha kundan beri issig'im chiqyapti. Voy o'lay. Rostdan issig'ing bor-ku. Necha marta aytganman senga? Sovuq suv ichmagin deganman. Men konditsioner yoqib o'tirmagin deganman senga. Ismingiz qanchadan beri tushmayapti? Bir hafta bo'ldi. Boshingiz og'riyaptimi? Ha. Tomog'ingizchi? Tomog'im ham shu og'riyapti, lekin hali tuzalgani yo'q. Teningizga toshmaganmi? Ha, 3-4 kundan beri qornimda dog'li toshmalar paydo bo'ldi, lekin nimadanligini bilmayapman. Savol-javob natijasidan tushungan va xulosa qilgan doktor sizni mana shu adresda borib yana qon analiz topshirishingizni tavsiya qilaman deydi. Nima ekan, tinchlikmi ekan o'zi, dedi doktorga ajablanib qiz. Ha, endi yaxshiroq, aniqroq bilish uchun hozir nimadir deya olmayman, ammo shu yerga borib aniq analiz topshirsangiz, ular sizga bu qanday kasallik ekanligini yaxshi natijasini qo'yib beradi deb qog'ozda yozuvni uzatadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Mumkinmi? Keling. Sizni yoningizga yuborishgandi. Qon tahlili topshirgandim. O'shanga siz ham bitta ko'rib bersangiz degandim. Guldek qiz ekansiz, singlim. Ko'rinishingizdan ziyoli qizga o'xshaysiz. Lekin Nima lekin? Sizning qon tahlilingizdan AIDS aniqlangan, deydi. Hayratga tushgan qiz qotib qoladi. Bu nimasi? Bu noto'g'ri tekshiruv, deydi dovdirab. Doktor ayol, yo'q, bu to'g'ri tekshirilgan, bilasizmi? Deganida qiz, yo'q, men ishonmayman, men siz o'ylagandek qizlardan emasman, deya oqlashga tushadi qiz shoshib pishib. Axir ishoning, men ota-onamni yuzini yerga qaratadigan qiz emasman, deganda doktor, biroz shoshmang, to'xtang, bu faqatgina yomon ishlar orqali emas, bilasizmi? unda manikyur, pedikyur qildirasizmi? Anjomlarni tozaligiga e'tibor berasizmi? Har doim menga ko'rib pedikur qildirib yuraman. Tinchlikmi? Eslab ko'ringchi, biron marta qo'lingizni, oyog'ingizni kesib olishganmi? Ha, 2 oy oldin qo'limni manikyur qilayotganda kesib olgandi bir uquvsiz qiz. Nahotki, deganida doktor, ha, anjomlarni yaxshi dezinfeksiya qilinmasa kasallik yuqadi. Qon chiqqanda qonga o'tadi. Bu shundan yuqqan bo'lishi mumkin. Yaxshilab tekshirib ko'rish kerak, deydi. Ha, men u qizni hali sudga beraman, qarab tursin, deb g'azabi qo'ziydi bechora qizni. Doktor, ha, lekin shunday, ammo siz
muolaja olishni bugundan boshlashingiz kerak singlim deydi-da ajablanadi. Singlim, siz o'zingizni qo'lga oling. Bundan ham og'ir xastaliklar bor. Agar muolajalarni o'z vaqtida qilib yursangiz, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum Amir opa. Va alaykum assalom. Anjomlarni dezinfeksiya qilib ishlatarmiding? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, mana har doim dezinfeksiya qilaman. Ishonching komilmi? Ha, men har doim dezinfeksiya qilib ishlataman. Mana bu apparatda qilaman deb apparatni ko'rsatadi qiz. Shunda tekshiruvchi qani o'tib ko'rsak maylimi deydi-da, apparatni yoniga borib sinchiklab qaraydi. Sinchiklab qaraganda apparat tagidan ulanmaganligini ko'radi. Buyog'i suqilgan, lekin orqasi ulanmagan. Ma'mur opa, men lekin har doim mijozlar kelishidan oldin narsalarimni dezinfeksiya qilib keyin ishlataman. Salondagi barcha uskunalar, dezinfeksiya apparatingiz ham ekspertizaga jo'natiladi. Ma'mur opa, hozir sizga tushuntirib beraman. Uni bilmayman qanaqa qilib chiqib ketganini. O'zingiz ham bilasiz-ku, har doim uskunalarim toza turadi. Nega bunaqa beparvosan? Seni beparvoligingni deb bir begunoh qizni hayotini barbod qilganingni bilasanmi? Hali Xudo biladi nechtasiga yuqtirganingni. Haligi Bu odam o'ldirgandan ham ortiqroq jinoyat. bilasiz-ku, agar bilganimda bunaqa bo'lmasdi. Seni kechirganim bilan foydasi yo'q. Seni sharofating bilan salonimiz yopiladi. O'zing esa qonun oldida javob berasan. Rostdan ham salonda yuqtirdingmi? Oyi, nima siz ham ishonmayapsizmi? Ona xavotirlanib, bu haqda hech kim bilmasligi kerak faqat qizim deydi. Qiz esa qanday qilib yashiramiz deydi. Shunda onasi to'xta, men adang bilan yotig'i bilan yaxshilab tushuntirib gaplashaman va ko'rasan kvartira olamiz deb seni shahar chetrog'ida joylashtirib qo'yamiz, o'sha yerda yashab turasan deydi shoshib pishib. Shunda qiz Nimaga? Qizim, oldingda ukang bor, singling bor. Ertaga ular uylanish kerak, yerga tegish kerak. Bu narsani eshitsa kim sovchilikka keladi bularga? Kimga boraman men? Kim beradi qizini? ukangga ham singlingga ham hech kimga hech narsa demaymiz. Qo'ni qo'shniga ham, qarindosh urug' ham bu haqda hech kim bilishi kerak emas. Qizim, tushunarlimi? Desa qizi, "Xo'p, meni-ku nima deb aytasiz? Yo'q bo'lib qolishimga so'raganlarga" deganida, "Qo'yver. Seni chet elgami, shahargami o'qishga ketdi deymiz, tamom vassalom" deydi. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lashdan nima foyda? Avvalroq o'ylash kerak edi. Mening yuragim ezma. Opa, Jiyaning shunaqa dardga chalinadi-yu, men xotirjam o'tirishim kerak, shunaqami? opa, tibbiyot hozir rivojlangan. Virusni to'xtatib qo'yadigan dorilar chiqqan. O'shalarni vaqtida ichib tursa, yaxshi bo'lib ketadi, opa. Qolaversa bu kasal oddiy muloqotdan yuqmaydi. Shaxsiy narsalarni alohida qilib qo'yasizlar deganida onasi, "Ey, OITS markazlarida bu ro'yxatda turadimi? Borganida u yoq bu yoqda kimdir tanish bilish ko'rib qolsa, shuni o'ylayapman-da singlim" deydi kuyib pishib ona. Unda nima degan odam bo'lamiz? Endi hammaga qizim salondagi bir befarosatni dastidan bu kasallikni yuqtiribdi deb tushuntirmayman-ku. Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Bir xonalik uy oldik, Sevarani alohida chiqaramiz. Undan tashqari ham ikkita bolam bor endi meni. Uni ham o'ylashim kerak. Haligi 4 ta qo'shni orasiga kira olmaydigan bo'lib qolmay, gap so'zni deb. Mana undan keyin sen ham borsan, sen ham xabar olib turasan deydi. Qizga bu gaplar juda ham alamli botadi. Yosh bola emas, o'zini o'zi eplaydi deydi ona. Kelaqa, o'tiramiz. Ko'cha aylanib sal o'zingga keldingmi? Sen ko'nglingni cho'ktirma. Qo'rqmasdan dispanserga borgin. Sen kabi ehtiyotkorsizlik bilan bunaqa kasallarni yuqtirib olganlar juda ham ko'p. O'shalarning klublari bor. O'sha klublarga qo'shilgan. Digar, qandaysan? Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, yaxshi. Shu desang, qizingga sovchilikka bormoqchi edim. Dovdirab qolgan ona qaysi qizimga
Nilufargami deydi. Ha-da, shu katta qizingga-da o'g'limni ko'ngli tushgan ekan deydi. Ona shoshib, haligi qizim bilasanmi o'qishga topshirgan, o'qiyman deb turib olgani chet elda deydi. Qayerda deganida, Londonda deydi. Ha, mayli desa yaxshi-ku deydi. Shunday desa, ha, to'g'ri, u 4 yil o'qiydi, undan keyin kelib kelinlik qilarmikan bilmadim. Xullas boshqa qiz qidira qolgin deb dovdirab javob berib yuboradi dugonasiga. Yana nima bo'ldi? Dugonam qo'ng'iroq qildi. Dugonam meni qizimni kelin qilsa ekan deb orzu qilib yurardim. Qizingiz qo'lini so'radi. Mayli endi. Peshonada bor ekanda. Qizimiz Londonda o'qiyapti deb zo'rg'a aldadim. Deganda ota, dorilarni ichib tursa yaxshi bo'lib yurar ekan, qizimizni uyab kelib yashay qolaylik deydi. Shunda ona sho'rlik, "Ey, adasi nega tushunmayapsiz? Menga oson deb o'ylayapsizmi? Men ham o'zimni otganini o'zim bilyapman. Bu yerda yursa sovchilarni nima deb qaytaraman? Nima deya olaman?" deydi-da sho'rlik ona yig'lagancha ichkariga kirib ketadi. Kechga ko'nikib qoldingmi? Ha, o'rgandim oxiri. Senamchi, ikkinchi mutaxassislik bo'yicha o'qisang yaxshi bo'lardi. Ham o'qiysan, ham ishlaysan. Bahonada chalg'irding ham. Xolasi jiyaniga kasallik haqida o'ylayverma. Shunda kasallik seni yengolmaydi deydi. Qiz esa ha, harakat qilaman, harakat qilyapman xola. Mayli, bunga ham o'rganib qoldim. Amallarman deydi. Siz opamni Londonga ketgan degandingiz, to'g'rimi? Ularni ko'chada ko'rib qoldim-ku. Qayerda ko'rding? Ko'chada deyapman, oyi. Bolam o'xshatgansan. Opang Londonda. Oyi, aldashni bas qiling. Opam bilan gaplashdim ham. Nega unday yolg'on gapiryapsiz? Bizdan ajratib qo'ydingiz. Birovning aybi deb bo'lgan ishda opamni nimaga unday qilyapsiz? Axir biz opamga dalda bo'lish o'rniga yolg'iz o'zim chiqarib qo'yganingizni hech ham hazm qila olmayapman, oyi deydi o'g'li jahl bilan. Bolam, bu telefonda gaplashadigan gap emas. Uyga kelgin gaplashamiz. Hammasini hal qilamiz deydi. Boshqa ilojim yo'q edi bolam. Hamma bizni qo'lini bigiz qilib ko'rsatishni istamadim. Hozir uyga boraman, gaplashib olamiz. O'zimga ham qanchalik og'ir kechayotganini bilsang eding. Kechirasiz, uzr. Ko'rmay qoldim. Ming bor uzr. Chiqsin. Rahmat. Yana bir bor uzr. O'sha beparvo qizni aybi bilan shu kasallikka chalingan ekansizda. Shunaqa. Unga jinoiy ish ochildi. Tergov jarayonlari ham ketayotgandi. Keyin surishtirmadim. Qiziqmadim. Hukm o'qilgan 5 ta. Qonuniy jazosi olgan bo'lsa kerak. Uzoqroq jazo muddati berish kerak. Endi bu haqida gapirish nima foydasi bor? Bo'lar ish bo'ldi-ku. Mana, meni hayotimni eshitdingiz, gapirib berdim. Sizga nima bo'lgan? Bir kun yigit o'rtoqlarini zo'rlov bilan klubga keladi va o'rtoqlariga jahl qilib chaqiradi. Ular esa biroz kutishligini aytganida yoniga bir qiz keladi. O'rtoqlaringiz hali beri kelmasa kerak, yuring vaqtni birga o'tkazib turamiz deydi. Nima bo'ldi? Tibbiy ko'rik natijalari chiqdi. Tahlillar qo'limda turibdi. Nima? Sen OX bilan kasallangansan. Qayerdan yuqtirding bu baloni, ha? Yo'q, oyi, bo'lishi mumkin emas. Axir hech narsa qilmagan bo'lsang, qayerdan keladi bu balo? Bir necha oy oldin do'stlarim bilan tungi klubga borgandik. Ular biroz kechikishdi. O'shanda bir qiz bilan tanishib qoldim. Keyin o qizni uyimga olib borib qo'ying degandi. Shunga kechiring. Umidimiz shumidi? O'sha birgina chapga qo'yilgan qadamim qimmatga tushgan. Agar vaqt orqaga qaytganida edi, o'sha klubga aslo bormagan bo'lardim.
bitta xatoyim shunchalik bo'ldi. Onam, ota-onam bodavlat, boy insonlar edi. Men ancha kutilgandagi bo'lgan farzand edim. Qarang, afsuski, nima ahvolga tushib o'tiribman, deydi ming afsus va hasratda yigit. qarang, tanishganimizga ham yarim yildan oshibdi. Haligi bilasizmi Nilufar, men ham uylansam, oilam bo'lsa, farzandlarim bo'lsa deb niyat qilganman. O'shanda kasalligim sabab Fotiham ham buzilgan. Ochig'i hammasini rostdan boshlashni istayman. Yolg'on bo'lishni xohlamayman hayotimda. Men sizni o'sha birinchi uchrashganimizdayoq yaxshi ko'rib qolganman. Keling Nilufar, bizni ham baxtli bo'lishga haqqimiz bor. Biz turmush quraylik, farzandlarimiz bo'lsin. Bir-birimizni to'g'ri tushunib yashaymiz. Men sizni yuzga sovchilarini jo'natsam degandim, deydi yigit uyalib. Qiz esa bilmadim. Buni uyimdagilar hal qilishadi, deydi yerga qarab. Ovora bo'libsiz-da. Yo'q, ovorasi bormi? Shu desangiz, qizingizga sovchi bo'lib keldim. Lekin Nargiza qizim hali yosh, maktabni endi bitiradi. Men katta qizingiz Nilufarga sovchilikka kelgandim. Londonda o'qiyotganda hali beri qaytib kelmaydi. Nodiraxon, hammasini bilaman. Ko'rib, bilib, surishtirib sovchilikka keldim. Qizingiz nomi o'chkur kasallikka chalingan, xuddi meni o'g'limga o'xshab. Sizni o'g'lingiz? Bilasiz, kasalxonada tanishib qolib, bir-biriga ko'ngil qo'yishibdi. Ularni baxtli bo'lishlarini istayman. Keyin eshitdimki, ular vaqtida dori-darmon ichib yurishsa, o'zlariga qarab, o'zlarini kutib, ulardan ham sog'lom farzand tug'ilar ekan. Keyin farzandni emismasa, bu kasallik farzandga o'tmas ekan. Meni Umidjonim bilasizmi, ko'zimning oqu qorasi, u yolg'iz vorisim, undan farzandlar zurriyot bo'lishini, nevara ko'rishni istayman. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring, sizni shoshirmayman. Lekin farzandlarimiz bir-birini tushunib yashab ketsa, dardlari ham bir xil bo'lgach, menimcha biz bu qarorni ularni boshini bog'lab qo'yganimiz yaxshi. Yana o'ylab ko'ring, deydi muloyimligi bilan yigitning onasi. Oyi, nima? Menga sovchi kelsa yomonmi? Juda ham yaxshi yigit. Mard inson. Unga tegsang, hamma bilib bo'ladi-ku. Biz bu yerda amallab bekitib yurgan bo'lsak kasalligingni, nima qilganing bu? Meni aybim nima, oyi? Taqdirim shu ekan. Qizim, seni to'ying bo'lsa, sirimiz oshkor bo'ladi. Dadang qanday bosh ko'tarib yuradi, sen bu yog'ini o'ylayapsanmi? Ha? Biz nima degan odam bo'lamiz? Odamlar nima deydi? Nima? Meni oq ko'ylak kiyishga, Xudo bergan umrimni chiroyli o'tkazishga haqqim yo'qmi, oyi? Oyijon. Mana Oyi, nima? Meni oq ko'ylak kiyishga haqqim yo'qmi? Alloh bergan qolgan umrimni turmush qurib baxtli yashashga haqli emasmanmi? Undan keyin meni sog'lom yigit olarmidi? Meni ham to'g'ri tushuning. Axir qiynalib ham ketdim yolg'izlikda, bu dard bilan, deydi bechora qiz. Shunda onasi, sen oq ko'ylak kiyaman deb singling bilan ukangni bir umrga baxtsiz qilishingni o'ylayapsanmi? To'ydan keyin bu nazoratga o'tasizlar, hamma narsa ayon bo'ladi, hamma biladi. Uni ustiga yigit ham, sen ham shunaqa ekan, chetda turishar ekan degan gap so'z. Ey, otang bilan men bosh ko'tara olmay qolamiz. Bir umrga sharmanda bo'lamiz. Sening ham ukang ham bo'ldi, baxtsiz bo'ladi. Yo'q, men rozi emasman. Otang ham norozi. Hech qanday to'y bo'lmaydi. Yaxshilab o'ylab ko'r, deydi-da, ona o'rnidan turib chiqib ketadi. Qarshi bo'lsa ham baribir bu to'y bo'ladi. O'zim yordam qilaman. Ota-onam to'yni xarajatlarini ko'tarishadi. Sen xavotir olmagin, Nilu. Seni ham baxtli bo'lishga haqqing bor. O'zim ona bo'lib yoningda turib oq fotiha beraman. Xo'p. Umidjon to'g'ri gapiryapti qizim. Baxtli bo'lishga loyiqsizlar. Sen xavotir olma. Nima yig'layapsan endi? Qizimizni hammadan ajratib qo'yding. Endi o'zing yig'lab o'tiribsan, ha?
Kuyov kimligi aniqlanadi, qizimizni siri ham oshkor bo'ladimi? Qanday tasavvur qilyapsiz siz? To'y kunini belgilashibdi. Nima qilasan endi? Menga qara, onasi. Umidli dunyo. O'zi biz boshda xato qildik, mana qizimizni ajratib qo'yib, biz unga dalda bo'lishimiz kerak edi, yolg'iz tashlab qo'ymasdan. Qo'y, men otasiman. Men unga otalik vazifamni bajarishga majburman. Unga oq fotiha beraman, to'y bo'ladi deydi. Onasi yo'q, aslo o'ylayapsizmi? Keyin ukasi singlisi baxtsiz bo'ladi axir deydi. Ey, odamlarni qo'y, hech qanday. Har kim o'z jufti bilan yaratilgan. Ukasi ham, singlisi ham baxtini topadi albatta. Opasini to'yi bo'ladi. Men roziman. Bu shu kungacha sen bilan maslahat bilan qildim. Bu gal endi qarshiman, deydi-da xonani tark etadi. Qizginam, besharasida shu ham bor ekan. Vaqting ham shunaqa chiroyli bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Oppoq orzular bilan oq libosda o'tirgan kelinning xayollari ota-onasida, ko'zlari ham yo'lda. Kerak ular. Nimaga unaqa deysan? Voy, assalomu alaykum. Qizim, Dada. Dadajon. Dada. Men siz kimsiz deb o'ylagandim. juda ham chiroyli bo'lib qolibsan, qizim. Rahmat. Axir sen meni qizimsan-ku. Baxtli bo'l, qizim. Baxtli bo'l. Amin. Iloyim. Baxtli, taxtli bo'lgin. Sefarzand bo'lgin. Uvali juvali bo'lgin. Amin. Allohu akbar. Oyi. Qizim. Oyijon. Baxtli bo'lgin qizim. Rahmat. Baxtli bo'lgin. Qani yig'lavermanglar endi, to'y-ku. Sizlarni yaxshi ko'raman. Jo'nashamiz, mehmonlar ham kutib qolishdi. Biz ham seni yaxshi ko'ramiz. Baxtli bo'l, qizim. Tabriklayman. 3 haftalik homiladorsiz. Nima? Kerakli muolajalarni o'z vaqtida olsangiz, bolangiz sog'lom tug'iladi. Rostdanmi? Rostdan ham bolam sog'lom tug'iladimi? Qiling. Bo'lajak farzand muborak bo'lsin. Bizani bolamiz sog'lom tug'ilar ekan. Rostdan Umid aka. Xayriyat. Siz tasodifiy uchrashuv bo'ldi. Nima qilib yuribsiz bu yerda? Manikurchi yig'lab so'zga kiradi. Nilufar, meni kechiring. Sizdan ming bor uzr so'rayman. O'sha qilmishim tufayli men o'zimni jazoimni olib chiqqandim va keyin endi e'tiborliroq, diqqatliroq bo'laman deb ish boshlagandim, ammo hammasi chappasiga ketdi. Men o'sha anjomlarni gohida dezinfeksiya qilardim va gohida eringanimdan qilmasdim. Bilasizmi, o'sha anjomlardan eng yomoni o'zim ham foydalanardim. Bir kuni o'zimda ishlatgandim. Menda ham eng yomoni hozir o'sha o'yitsi aniqlandi, deydi. Ochig'ini aytsam, hozir men sizni qanaqa qilib yupatishni bilmayman. Bitta gap ayta olaman, sabr bersin. Inson birovga befarq bo'lsa, o'ziga ham ta'sir qilar ekan.